Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana biz Canva ilovasiga kirib olganda mana shunday ekran chiqadi. Bu yerda davom etish tugmasini bosib akkauntimiz orqali o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda biz hozir ro'yxatdan o'tib oldik. Internet sifati pastligi tufayli ilovada sal qotishlar bo'layapti. Bu yerga kirganda andozalar degan joydan biz o'zimizga kerakli dizayn tanlab olsak bo'ladi. Dizaynlaringiz degan joydan esa siz yasagan dizaynlar kelib chiqadi. Andozalar bo'limidan logotif yasab ko'ramiz. Birorta yoqqan logotifni ustiga bosamiz. Misol uchun va biz tanlagan logotif kelib chiqadi. Bu yerda yozuvlarni ustiga bosish orqali ularni o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda tahrirlash bo'limi chiqadi. Yozuvlarning rangini ham o'zgartirsak bo'ladi. Keyin bu pastki qismdan har bir rasmimizga, logotifimizga ishlov bersak bo'ladi. Biz yozuvni ustiga bosganimizda pastki tarafdan ko'proq o'sha yozuvni o'zgartirish, effekt berish, ranglarni o'zgartirish, shrif o'zgartirishlar chiqadi. Bu yerdan har xil animatsiya bilan yozsa bo'ladi. Elementlar bo'limiga kirish orqali rasmimizga yana qo'shimcha elementlar qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun buni qo'shib ko'ramiz. Olib bu rasmni olib bemalol xohlagan joyimizga qo'yib olsak bo'ladi. Keyin bu bo'lim orqali yuklab olsak bo'ladi.